Yo, kerak emas. Kerak emas. Yo'q. Tug'ilgan kunim bilan 4 shag'amini yo'qolmayapmiz. Shamol uchirib qo'yibdi. Mayli. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ota-onamga aytmay birinchi marta 3-sinfligimda kastingga borganman. Chunki ota-onam, buvim, dodam hamma qarshi bo'lgan aktrisa bo'lishimga. Qiziqishim haqida uyimdagilarga aytsam, dodam bizani avlodda masxaravoz chiqmagan deb qattiq gapirganlar. Men tushunib yetganman. Bu yo'limdan qaytishim kerakligini emas, ular menga yordam bermasligini. Demak, hammasini o'zim qilaman deb o'ylashni boshlaganman. Qarang, ujus. Maktabda o'tirsam, sinfdoshim kastingga o'tgan ekan, modellikka men bormoqchiman deb qoldi. Ko'zlarim yonib ketdi-yu. Eng yaqin o'rtog'imni kindalaganman. Uni oyisi ikkalamizdan kastingga olib borgan. Oyimga iltimos, bizani uyimizda o'ynayapti deb ayting deganman. Kastingdan oldin o'rtog'imning oyisi salonga olib kirgan, вечерний ko'ynaklari, shlyapalari, 10 xil kiyimini olib olgan. Ammo bitta maktab formada. Sovuq payt edi, sochim g'ijimlanib, shapkaning ichida pellab yotibdi. O'rtog'im men semiy kiymagan kiyimlarni men kiyib rasmga tushganman. Mana shu ikkita rasm menga yoqqan. Qolganlarida endi sochim shunaqa xunuk tushgan. Keyin o'rtog'im moyis etib qo'yganlar deb oyimga qaqqa borganimizni. Oyim rassa urishganlar, adam ham urishganlar. Hammadan gap eshitganman xullas. Kastingdan ham o'ta olmaganmiz. Rasmimiz u yoqda tursa endi yura olmaganmiz ham deb podiumda. Boshimizga kitoblar qo'yib yurg'izishgan, do'dir-so'dir qilib uyalib o'ta olmaganmiz xullas. Keyingi safar qanaqa qilib shunaqa qattiq qo'l ota-onam san'at sohasiga kirishimga ruxsat berishgani haqida aytib beraman. Kommentariyada yozib qoldiringlar, qiziq bo'lsa. Otur, ko'chada nima shu o'qi? Voy, o'qishga javobi chiqibdi. Nima bo'ldi? Ertalab bitimini javobi chiqdi, abituriyentga tegmayman. Baqir chaqirmalaring naryoqda ta'ziya bo'lyapti. Nima bo'ldi? Kechara ertalabgacha o'qish javobini kutdi. 1 soat o'tib o'zini o'zi osib qo'yibdi. Mana buni hojatxonaga qo'yib qo'yib bo'lmag'adiga yo'q qolib. Shuncha qog'ozni kim ishlatib qo'ygan ekan-a? Qo'shni kiyimsiz qolib ketdi. Kimda kiyim bor? Sizlarga nima bo'ldi endi? Ana o'g'limiz mega super kontraktga o'qishga kirdi, shunga sal qiynalib qoldik. Salmaso. Ana 4 ta klishimiz qolgan. 50 mingdan beraveramiz. Voy, ana qo'shning ham bolasi o'qishga kiribdi. 45 ming deyish kerakmi? Qayerga kirdilar? Tuga? Nima u? To'xtafalar universiteti. Kim bo'lib chiqadi bitirsa? To'xtadi. Stop. Birinchidan hali o'qishga topshirishga imkon bor. Ikkinchidan kelajaging uchun foydali bo'lgan joyga topshirishing kerak. Yuringlar men bilan. Mana Perfect universiteti shahar markazida zamonaviy 1,5 ming kishilik yotoqxonasi bor. Kafolatlangan eng arzon kontrakt 8 million so'mdan boshlanadi, tushundinglarmi? Har bir talabani ishga joylashtirish uchun 75 ta kompaniya bilan hamkorlik o'rnatishgan. Eng kerakli yo'nalishlar bo'yicha o'qitishadi: marketing, iqtisodiyot, moliya va bank ishi, psixologiya, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, ingliz tili, rus tili, filologiyasi, xullas eng ideal variant. Men topshiraman. Ozgina qoldi. 2 cha. Nima bo'lyapti? O'g'lim, tirik bo'lganingda sen ham o'qishga topshirarding. Sen o'zing yozmaganmiding? Men o'zim bo'lmagiga yozdim. Ana bu maga haq ketgani ma'lum bo'ldi. Ana ikkitagina akfa qoluvdi. 40 mingdan qilib beramiz, olmaysizmi? Yo'q. Mayli, boshqa aytaman. Kuyov ismi nima edi? Oy, xafa bo'lib yig'layvermay, urushga ketmayapman-ku. Xursandligimdan yig'laman, bolam, xursandligimdan. Yana 2 uyda o'tirganingda kimnikiga tashlab kelardi. Iltimos, qizimni olinglar deb. Ko'rinish qanaqa edi? Bugundan boshlab sizlarni qonuniy er-xotin deb e'lon qilaman. Va nihoyat mana qiziqib ketyapman. Vashi qiziq emas, oldi eski qarzlarni bersa, qarz hech narsa bermalaring. Nima bo'pti? Hozirgina er-xotin bo'ldik. Ha, zo'r. Endi nima qilamiz? To'yxonaga boriladimi? Qarang, to'y hayotimizdagi eng muhim kun deb ichlari oppo chiroyli mers gaplashdim. Bu yoshda matiz gaplashsangiz ham qiziq emas edim. Hozir to'yda men aytmoqman, chiqib boraman. Da, o'zimni to'yim. Ketdi. Muska alishtirsa sho'qi вообще yo'qmayapti. Menmi zo'r mana, qaraganda sho'qinga nima bor? Dugonalarni ko'rib endi Zeboxon. Mana o'tirishibdi. Onasi bilan kelganda uni ustiga hammasi kasal o'ynolmaydi bular. Ha, oyiz dugonalarni o'ylanma. To'y. Zeboxon, kolechasmi yoki shampan? Men oldin dorimni ichib olay. Qarang, tabrikka chiqishda to'yimizga esda qolarli bo'pti. Nimaga esingda qolmaydi? Yuklarni tushirib klientga berib yubordim. Bo'ldimi, tugadimi, to'y ketdingmi? Yo'q, hal qildim. Bel og'rig'im tutdi meni. Dorilar qutqaradi seni. Ko'p qo'yma.
Aylanmalar insonlar ko'rib boshim aylanib ketyapti. Mana endi tort kesish marosimi, marhamat. Bu kunlarni qancha kutganman. Nimani kutasan, klient chiqqan bo'lsa beravermaysanmi? Hozir boraman kassan olgani. Nima qotuvding? Kelin salom qilish kerakmi? Xohlaysizmi? Men toiletga chiqib kelmasam bo'lmaydi, ketdim. Hozir kelaman, o'tiraveringlar. Allo, Zeboxon, qachon kelasiz? To'y ham tugab bo'ldi. Hozir tovarni tushirib boraman, kutib turing. Tezlashlaring tanlagan ketishim kerak. Nima bo'ldi o'rtoq? Erim haydavordi o'rtoq. Kir uyga kel. O'zi nimaga haydavordi ering? Nima, mushman beparosatmishman, cho'zsammi? O'rtoq, oyoq kiyimini yechmadingmi? Voy, esdan chiqot, hozir tindig'im avvaling. Uni ustiga esim pastmi, shitchamda. Nima kiyyapti? Dazmolni o'chirmanman. Olaylar, o'zim pishirdim. Qizim, o'zi uyingizda yashayvering. Rahmat. Eringiz o'zi nega haydavordi? Ovqatni yomon qilarmishman, shitchamda. Unaqasi bo'lishi mumkin. Yana neakuratniyimishman. Boshingda bit yuribdi. Tegma, ketib qoladi. Keyin bitta o'zim zerikaman. Yana ovqatlanmanglar. Yana ko'p gapirarmishman. Men o'zim bir og'iz gapiradigan odam bo'lsam, 10 ta gapirsa bitta javob qaytaraman. Shundoq bilan ma'suma bo'lsam, o'yinib toza bo'lsa, birovga yomonlik tilamasam, hech ko'p gapirmayman, men bilasanmi o'zing ham? Zebo ering. Bilaman, yomon pesun ustiga. Keldilar. Zebo, bo'ldi, arazlaverma. Iskandar Buildings'ning mezbon loyihasidan yig'ib qo'ygan pulga uy oldik. Endi ukam o'sha yerga chiqib ketadi, biz oyimiz bilan qolamiz, zo'r-a? Nega ering ketib qoldi? Mashallah qilmishman. Cho'zsammi mashallah qilmishman. Men hayotda shallaqlik qilmaganman. O'zingni oying shallaqini. Keyingi nima sasvotdi? Zeboxon ovqatni kuydirib qo'ydim. Oysho'ga yetmayapti mos. Nima deb o'ylaysizlar bu narsalarni? Oyimga tegmaymi? Yoz qoldiringlar. Sarog'cha undan ko'ra oyjon yetsang bo'lardi. Sizlarni ham kenayinglar, hech qanaqa ish qilmasam tez charchab qoladimi? Dangaza kenayinglarga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham kenayimni bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Kenay siqilmay oilada bo'lib turadi-da. Senam rahmat. Xatoyim faqat meni xatolarim videoga olib yurasiz deb o'ylayapman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam kenayimni nima bilan urgan? 100 ta like yesa qaytadan oshtiraman. Zeboxon, menga qarang, har doim men yomonlab chiqib, bir marta yaxshilab chiqaymi? Bo'ldim. Keling shunaqangi saxiy odamlarki taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar. Bering. Bering, Instagramga qo'yaveraman. Bering. Sizlarga ham kelinglar, mana shunaqa uxlab yotadimi? Agar Menga qarang, Zeboxon, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? yo'q, конечно, bu yangi Honor Tourist Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun men случайно videolarni tez olaman. Zeboxon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. E'timoq qiling, seni hech kim olmaydi deb. Endi qanday qilib buni yerga tegadilar? Eng kenja farzand bo'lsang nimalar bo'ladi? Ota-onang bor paytda eng zo'ri sensan. Lekin ular ishga ketishi bilan seni xo'rlashadi. Ko'ngilligi nima xolasa o'shani qilishadi. Xolasa daraxtga chiqarib yuborishadi. Katta oping o'yindan qolgan narsalarni, o'rtancha oping katta opingdan qolgan narsalarni kiyadi. Sen bo'lsa o'zingga yangi oldirasan. Qarindoshlaring faqat seni o'pib yalashadi. Opalaring bilan ularni bo'shimish yo'q. Mehmonlar oldida faqat senga ovqatlanish mumkin. Agar opachalaring nimadir yeb qo'ysa bormi? Kichkina bo'lishi yomon tomoni, oying opalaringga yetib ketgan ishi ham opalaring senga qildirishadi. Adem borligida hamma sen xohlagan narsani ko'radi. Lekin opalaring bilan qolsang, seni xohish fikrlaringga ikki kishilashib tupurishadi. Tug'ilgan kunlaringlar ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, katta opingda. Qizim, oilaviy yig'ilib, senga mana shu sovg'ani oldik. Oy, Mana pulga yedim, mitim. Ha, naski berishadi. O'rtancha opani tug'ilgan kunida bo'lsa, hamma jinnini yoqib uxlavoradi. Sani tug'ilgan kuning bo'lsa, shohona o'tadi. qizim, katta bo'lganda qiynalmasliging uchun senga Iskandar Buildings'dan mezbon loyihasidan uy oldik. Amalga 18 yoshga kirganda nima berasizlar? Erga beramiz. Ularda hozir onlayn sotuv yo'lga qo'yilgan. Dunyoni любой chekkasidan turib uy sotib olish mumkin. Hammasi oson va qonuniy. Qisqa qilib aytganda, adin oyini oldida erkatoy haqiqiy oqsuyak bo'lasan. Ikkita oping bilan bo'lganingda xizmatkor, qul, yordamchi va ular senga nima laqab qo'ysa o'shasan. Pak!